2 aprel 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermadan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan simental sigirlar, narigi tomonda bo'g'oz xunajinlar, buqalar, yosh xunajinlar hammasidan bor. Hammasini zayon qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib, bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilib kelib ko'rib savdo qilib olasizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Mol seyrob, xudo xolasa kim qanaqasidan istasa hammasidan bor. Oxirigacha borib ko'rsatamiz. Hammasi sotiladi. Bitta olganga ham, partiya qilib juplab olaman deganga ham, mol terib turgan odamga ham hammasidan har xilidan bor akalar. Simental sigirlarimizdan boshlayveramiz. 3 tasi yangi sog'im, yakka sigirlar, suti bor. Bir dona mana shu 3-qoringa, qolganlari 2-qoringa. Mana ular mana shu 3-ovi. Mana shu sigir 30 ta sutga berilaveradi, behijolat. 3-sini tuqqan, sog'imi qarimas, yangi. Mana ular ham akalar sutga ishlayman deganga ham, zotga boqaman deganga ham ma'qul kelaveradi. Yelinlari, tuyoqlari hamma yo'g'i yeb ichishi, hamma narsasi bus-butun holatda. Xo'p, uchala yakka sog'imlarda sutga ishlayman deganlarga 56 milliondan narx so'ralyapti. Savdolashib olaverasizlar. Addelniga o'ziga qarab savdo qilib olaverasizlar. Bir dona 5 oylik bo'g'oz suti bor. Buni ham suti bor akalar. 5 oylik kamiga bo'g'oz. Bunisiga 62 million narx so'ralyapti akalar. Kelib ustida ko'rsanglar, hammasi yoqadi. Oyoq qo'li yelini butun mol olaman, tinchgina boqaman degan odam kelaverasizlar. Birontasini nuqsoni yo'q. Hammasi sog'lom holatda. Ishonchli joydan. Juplab olaman deganga ham, dona olaman deganga ham ma'qul kelaveradigan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Toza avstriyskiy simental sigirlar bular. Xo'p, narigi zayonga o'tamiz. Narigi zayonda yaqin bo'g'ozlardan ham bor, xunajinlardan ham bor. Xo'p, ikkinchi zayonimizda akalar. Men bilyard sigirni olaman deganlarga yaqin bo'g'ozi, 40 ta sut beradigan, sutga ishlaydigan mol. Holatni ko'rib turibsizlar. 3-qoringa yaqin bo'g'oz. Hamma narsasi joyida. Kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Bu tomonda hammasi bo'g'oz mollar. 68 million, ozgina kami bor. 40 ta sutga beriladi. Mana taylari. Haqiqiy sutli mol akalar. Charchagan mol emas, tuyoqlari hamma yo'g'i bus-butun. Xo'p, xunajinni olaman, o'zim noldan sigir qilaman deganlarga mana xunajin akalar. O'zi hozirdan sigirlar bilan teng. 2 oylik gumon, endi tekshirilmagan. Tekshirib ham qo'yiladi keyinlarcha. Lekin xunajinda tinig'i 42 million narxi. Kelishlari sog'ligi hamma yo'g'i joyida. Bir dona endi novvoscha bor, simental novvoscha, 10 kunlik atrofdagilar 18 million. Bir dona sut emdizlaganlarga mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu tomonda yana xunajinlardan bor. Xo'p, bu ikkinchi xunajin bo'ldi. Adashmasdan birinchi, ikkinchi xunajin deb aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor qochma 40 million bunisiga akalar. Ba, 40 millionga. Ikkinchi xunajin, birinchi xunajin yoki ikkala xunajin bir joyga deb savdo qilib olaverasizlar. Buqa bor. Zotga so'raganlarga bemalol ana xunajinlarni qochiraveradigan bo'lib qolgan. 10 oylik, 11 oylik atrofida. 1.35 bo'ylari. Narxi 45 millionga savdolashamiz. Xo'p, 6 kurak, ikkinchisini tug'adi akalar. Yaqin bo'g'oz, simental sigir bu ham. Hozir suti yo'q, sutdan chiqarilgan. 63 million, yaqin bo'g'oz. Olib ketib, u yoq bu yoq qilsanglar tug'ib beradigan. Hamma narsasi joyida. Mana taylari. Soskalari yirik, uyda ham qo'lda bemalol soqsanglar bo'laveradi. Yuvoshligi hamma yo'g'i joyida. Imkon qadar hammasini dona qilib ma'lumotini beryapmiz akalar. Like bosib turasizlar. Screenshot qilib Telegramdan tashlab savdo qilsanglar ham bo'laveradigan. Xo'p, bunisi yaqin bo'g'ozidan bu ham.
rossiyskiy sigir so'raganlarga. Oldingi so'qimda 25 ta sut bemirol bergan. Eng qiziq joyi oldingi so'qimda, oldingi tuqqanida kelar. Hozir 3-sini tug'adi, ikkinchi qorinda egizak tuqqan ekan. Hozir ham ikki tomondan bola tegib turibdi. Egizcha mana yerga yaqin polvon sut beradigan sigir olaman deganlarga 53 million akalar narxi. Egiz tug'ib bersa, mana shu sigir bekorga qo'yib ketadi. Bemirol 25 ta sut beraveradi. Tuyoqlari, yelinlari hamma yo'g'i bu sut. Ya'ni ro'zg'orga zo'rini olaman degan odamga behijolat ma'qul kelaveradi. Tepadan olib ko'rsatyapman akalar. Haqiqiy sutga ishlayman deganlarga bu tomonda gibridlar bular. Simentalga gibrid olgan mollardan. Ular qaranglar. Xo'p, 5 oylikdan 8 oylikgacha bu qo'rada bo'g'ozlar bor. Bularni asosan hammasi xunajin. Bir dona 8 oylik bo'g'oz sigir bor xolos. Adini qilib ko'rsatib qo'yaman. Bu qaranglar. Oqbosh bo'lib, simentalga 100 tortib tushganlardan. Azinadan shoxi bor, shoxi yo'q, shunaqa mollar akalar. Xo'p, 5 oylikdan 8 oylikgacha bular. Endi bu tomonda ham bir dona uruqqa buqa bor. Hali kurash chiqargan yo'q, buzoq, lekin katta sigirlarga ham bemalol bo'yi yetaveradigan. 100 tozasidan 48 million 500 ming buni narxi akalar. Xo'p, bo'g'oz xunajillarni narxlari 37 milliondan boshlanadi. 37 millionga bir dona bor bu qo'rada. Bir dona bor 37 millionga ajratib ko'rsatib qo'yaman. Keyin bir dona mana 8 oylik bo'g'oz sigir bor. Haqiqiy sut yo'nalishda ham, zot yo'nalishda ham hamma narsada boqsa bo'laveradigan mollar. Bular 2 kurak, 4 kuragi bor yoki yo'q xunajillarda. Kurak chiqarmaganlari ham bor ichida. Shu 2 kurak atrofida desak bo'laveradi. Bir dona mana shu sigiri bor. Sigir ham lekin o'ta qo'pol. Holatga buqaga o'xshayapti-ku. Sog'lik salomatchiliklari hamma yo'g'i joyida. Bunisini narxi 56 million akalar. 56 million. Xo'p, mono gibridlarimiz 3 dona, bular 8 oylik atrofidagilar. Bu birinchisi. Xo'p, mono ikkinchisi. Haqiqiy sut yo'nalishdagi mollar. Bo'lib ham yangi mahsulotga kelyapti turgan 8 oylik naq bo'g'oz bo'laman. Uni tani qaranglar mana. Hali jonivor yetilsa bu oyog'ini orasiga sig'may ketadi buni. Bo'ylari ham katta, 150 tepasidagi mollar. Bu uchinchisi. Uchalasi ham 8 oylikdan. Kelib, bemalol mana shu yerda ustida tekshirib olaverasizlar. 62 milliondan uchovi bir joyga bo'lsa. Tanlab olishga ham berilaveradi. Endi o'ziga qarab savdo qilib olaverasizlar. Mana uchinchisi. O'zim qochirib, o'zim bo'g'oz qilib olaman deganlarga kurak yo'q, xunajin mashakalar. Endi qisir deb qo'yapmiz, bularning ichida qisir, o'zi bu xunajin. Olib ketib buqaga qo'yib olaverasizlar. Lekin bo'ybaslarni ko'ryapsizlar. Bitta o'sha bor 37 millionga. Bu ikkitasi, bunisi 6 oylik atrofida bo'g'oz, bunisi 4 oylik atrofida. Kelib, mana shu yerda joyida, ustida tekshirib olaverasizlar. Ikkalasi ham birinchi qoringa yangi bo'g'ozlar. Ikkovini olaman deganga 45 milliondan kami bor. 45 milliondan. Mana. Kichkina mollar emas akalar. Bo'ylari 1.40 atrofida bemalol kelaveradi. Endi 1-2 sm nari beri. Bu lekin o'ta yomoni. Qaysi biri ma'qul kelsa, kelib ustida ko'rib, realniy savdolashib olaverasizlar akalar. Tanlab olganga ham, optim olganga ham kelishtirib berilaveradi. Dastlabkilari murosa qilib olinaveradi. Kichkina mollar emas, ichida birortasini kichkinasi yo'q. Hammasi katta narsalar mana ular. Telefonda katta kichkina ko'rinib qoladi. Ustiga kelib bemalol kimga nechta kerak bo'lsa mana tanlab olaverasizlar. Bo'zayidan tortib sigirigacha, zotga tayyor, mana buqasigacha. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa, mol olaman degan odam kelib savdolashsa, mollar yoqadigan savdolashsa kelishtirib berilaveradi.
Xo'p, endi oxirigacha kutganga, arzonidan so'raganlarga kelib, bir dona simental xunajin, bir dona gibridroq novvoscha to'qol, xunajin nazinadan shaxi bor, shoxini olib tashlasanglar ham bo'laveradi. Eng qizig'i narx akalar, ikkovini tayyor buqa, tayyor xunajin bir joyga olaman desanglar, 26 milliondan narx so'ralyapti. Tanlab olishga bo'lsa, buqasi qimmatroq bo'lib qoladi akalar. Xunajini 26 ga berib yuborilaveradi. Jup olsanglar, buqasi ham xunajin bilan bir xil narxda ketaveradi. Katta mollardan keyin kichkina ko'rinib qolmasin. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Bunisi bir 5 oylik atrofida bo'lsa, bunisi bir 7-8 oylik novvos. Mol serob kelib, qaysi bir ma'qul kelsa savdolashib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa, mol olaman degan odam kelsa quruq ketmaydi. Hamma zagonlarda sigirlar to'ldi akalar. Buqalardan ham bor. Bu ferma qayda ekan deganlarga Andijon viloyati Baliqchi tumanida o'zimizda. Hammasini hozir qo'ldan kelgancha video davomida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu bir dona omadli obunachimizga sut emdi buqacha bor. Bir donagina o'zi. Sigir so'raganlarga, bo'g'oz so'raganlarga, sut ishlayman deganlarga, zotga buqa deganlarga, bunaqa gibrid bo'g'oz xunajin bo'lsin, faqat birinchi qoringa bo'lsin deganlarga ham hammasidan bor. Simental xunajinlardan ham bor. Bu tomonda bular. Zagon hammasi to'ldi. Rasprodaja bo'ladi akalar bugun. Narxlar hammasi yengil bo'ladi. Olaman degan odam kelsa, xudo xolasa tanlab olaveradi. Variantlar juda ham ko'p. Bu buqani qaranglar. Bitta urug'likka zotga tayyor buqamiz ham bor. Buni gibridlar ham simentalga gibrid, simentaldan qochgan xunajinlar bular. Yetuklari. Molni qarang. Tonnalilardan so'raganlarga.